Amerika Avam Palatası Tashqi ishlar komiteti bir yurish qonun loyihasi qatorida Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini ma'qulladi. Egilinishcha, Amerika Avam Palatasining Tashqi ishlar komiteti 29 noyabr bir yurish qonun loyihasini o'tirg'i qo'ygan bo'lib, buning ichida Hong Kongning Amerikada turishliq savdo ishxonasining davomliq alohida diplomatik muomala va e'tibor berish huquqidan bahramand bo'lish bo'lmaslikni qayta baholash talab qilingan. Shuning bilan birga Avam Palatasi Tashqi ishlar komiteti yana Xitoyga chetishliq bir qator qonun loyihasini ma'qullagan bo'lib, buning ichida Amerikaning Xitoyning sun'iy idrak va boshqa yuqori texnikalik sohaga mablag' selishni to'sish, Tibet va Sharqi Turkistonning kishilik huquq masalasini qo'llash qatorliqlar o'rin olgan. Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komiteti yana Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini ma'qullagan bo'lib, bu qonun loyihasini Cumhuriyetçiler Partiyasining Avam Palata a'zosi Yung Kim va bu komitetning Osiyo Tinch okean tarmoq komitetining raisi va bir qancha partiya halqagan parlament a'zolari o'tirg'i qo'ygan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 12-chi qitimliq savdo va kishilik huquq minbari yig'ini Jenevada davom qilmoqda. 30 noyabrdagi jiddiy yig'inda Xitoy vakillari, Uyg'ur tashkilotlari vakillari va Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi boshchiligidagi g'arb diplomatlarining kaskin savollariga duch kelib, yig'in maydonini tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan. Yig'inda Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Michelle Taylor xonim so'z qilib, Xitoyning Uyg'ur rayonida terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib, yerli xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini tilga olgan. Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris Apandi yig'in haqida fikr bayon qilib, savollar oldida chorasiz qolgan Xitoy vakillarining yig'in maydonidan qochib chiqib ketishga majbur bo'lganligini bildirdi. Xitoydagi bolalar va yashanganlar orasida shiddat bilan tarqalishga boshlagan sirliq bir nafas yo'li yuqumliq kasali Amerikaning Ohio va Massachusetts shtatida bayqalgan. Xabar qilinishicha, Cumhuriyetçi Kengash Palata a'zolari Prezident Baydenga xat yozib, Xitoyda tarqalgan bu virus to'g'risida aniq va tafsiliy uchurga erishmaguncha Xitoyga sayohat cheklamasi qo'yishni talab qilgan. Ular mundaq deb yozgan: Noma'lum nafas yo'li kasalliklari Xitoyda tarqalganligi uchun biz sizni Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi sayohatni darhol cheklashga chaqiramiz. İctimai taratqush shirkati Meta Xitoy Kommunist hokimiyati kontrolidagi 4800 saxta ijtimoiy aloqa hisobini taqib etganligini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, hisoblar Amerika abonentlariga tavada ko'rinadigan bo'lib, 2024-yil 1-oyda o'tkazilmoqchi bo'lgan Amerika saylami to'g'risidagi yozmalarni ham bahrlaydi ekan. Meta amaldorlarining bayonotiga qaraganda, taqib etilgan taxminan 4800 saxta ijtimoiy aloqa hisoboti 2024-yildagi Amerika saylamidan ilgari qutublashgan mazmunlarni ham bahrlash orqali agashguchilar bazasi qurmoqchi bo'lgan. Hindiston dengiz armiyasi qo'mondoni Hari Kumar Xitoyning Hind okeanidagi faoliyatini yaqindan kuzatayotganligini aytdi. Kumar mundaq dedi: Xitoyning Hind okeanidagi iqtisodiy faoliyatlar bilan shug'ullanishining qonunliq sabab bo'lishi mumkin. Ammo biz yuz berayotgan ishlarni nazorat qilyapmiz. Xitoyning bu rayondagi mavjudligining 6dan 8 gacha urush paraxoti va bir qancha baliqchilik va tadqiqot paraxotidan tarkib topganligini bayon qilgan Kumar mundaq dedi: Xitoyning bu rayondagi mavjudligining 6dan 8 gacha urush paraxoti va bir qancha baliqchilik va tadqiqot paraxotidan tarkib topganligini bayon qilgan Kumar yana mundaq dedi: Biz bu rayondagi qismlarni nazorat ostiga olishga tirishyapmiz. Biz ularning qanday faoliyatlarni qiladiganligini va muddaosining nima ekanligini bilishni xohlaymiz. Egilinishcha, Isroiliya urush aeroplanlari va urush paraxotlari G'azza rayonining janubidagi Xon Yunus va o'tir qismidagi Deyr al-Bala shahriga shiddatli hujum qilgan. G'azza hukumatining xabariga qaraganda 7-oktyabrdan boshlab Isroiliyaning G'azza rayonidagi bombardimonlarida qazo qilgan falastinliklarning soni 15 mingdan oshib ketgan bo'lib, buning ichida 6150 dan ortiq bola va 4 mingdan ortiq ayol bor ekan.